Kinodan kech kelganimizda oying ikkalamizni ham urishib berganlar, esingdami? Yotib qolmabsizlar deydiganlarichi? Yotib qolmabsanlar-da. Ilyos, sen meni kuzatib yuribsanmi? Kim bu kastimshim? Rahbarim. Turmush o'rtog'iman. Sevda, gaplari rostmi? Ha. Yo'q, tushuntirib beraman, shoh. Yana bitta qoida. Qoidalaringni-chi? Pul kerakmi? O'yin tugaguncha meni begim deysan. Bu kelishuvimizda yo'q edi. Bo'lmasam o'yin ham tugaydi. Oyingni o'yla, Sevda. Ilyos, iltimos. Begimda. Begim deysan. Begim. Endi bo'shsan. Belki çok incitmişim sevdiğim insanları. Belki çok... Yig'lama Sevda. Sen kuchli qizsan. Ha bilaman oyi, lekin juda ham charchadim. O'g'il bola bo'lib tug'ilsam bo'lar ekan. Qiz bola bo'lish juda ham qiyin ekan, oyi. Unaqa dema. Sen qiz bola bo'lsang ham erkaklardek matonating bor. Axir men matonatli bo'lishni xohlamasam-chi? Hamma qizlarning adasi, akasi, sevgan insoni suyanchig'i bo'ladi. Lekin meni suyanadigan kimim bor? Hech ham. Yaratgan doim sen bilan qizim, to'g'ri. U doim men bilan. Endi hech qachon yig'lamayman. Keyin men buni ham ochiqdan olsam bo'lar ekan. Kichkinaligimda seni kelin qilaman degandingiz. Voy, Ilyosning qaysarligini bilasan-ku. Uylanaman deganni o'zi katta gap. Ilyos, Sevda bilan qanaqa qilib tanishganini bilasizmi? Ilyos, hoziroq bularni hammasini to'xtatmasak, oxiri yomon bo'ladi. Kechga qaysi restoranga boramiz? Men turk restoraniga borgim kelyapti. Zo'r. Mensiz ham ishlar yaxshi-yu. Ilyos, u yerda sen bilan juda ko'p xotiralarimiz bor. Qanaqa xotiralar? Yasmin biz bolaligimizdan shunchaki do'st bo'lganmiz. Bor xonamdan chiqib ketgan. Nima? Hozirgina yig'lamayman deb yana yig'lab o'tiribman. Shu bolani deb yig'layapsanmi, Sevda? Sen uni soxta sevgilisisan, haqiqiysi emas. Alo. Allo, shoh. Vaqting bormi? Ha, tinchlikmi? Nega yig'layapsiz? Yana shohmi? Endi bildim nega telefoningni ko'tarmaganingni. Ilyos, hozir emas. Shoh ketdik. Sanki seni görene kadar olanlarla oldum. Esirin oldum. Investitsiya bo'yicha hujjatlar. Xayrli tong. Xayrli. Kechagi tuning ham xayrli bo'lgan shekilli. Hammani ham o'zingga o'xshatma. Sana da aşk olsun. Olmayacaksan benim. Shu kalamushga o'xshab paydo bo'lib qolishingga maza qilaman-de. Og'zingga qarab gapir. Shu kalamushga o'xshab paydo bo'lib qolishingga maza qilaman-de. Ilyos meni sevib qolganiga xafa bo'lyapsanmi? Mendek qizni sevmasa, yana kimni sevardi? Men tabiat mo'jizasi bo'lsam, sen esa shu tabiatni xatosisan. Bahrom, Ha? yo'qotinglar meni ofisdan. Ammo yosh bola bo'lsam, menga nima deysiz? Hozir meni xo'jayinga olib bormasam, Ber bu meni. yoqqa. Hop. Bor. Yes. Hamma menga xo'jayin. Senga chidayotganimning asosiy sababini bilasanmi? Pulmi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. Unda yozilishi bo'yicha odam odamga tan jarohat yetkazishi mumkin emas. Shunaqa hammalaring jonimga tegdilaring. Kayfiyating cho'q-ku. Mana bu rasmni ko'rganingdan keyin yana ham quvonasan. Balki spektakl tugatadigan vaqt kelgandir. Gapirib bo'ldingmi? Ko'zingni och, Ilyos. Ijozating bilan. O'lsam o'laman, lekin hech qachon birga bo'lishlaringga yo'l qo'ymayman. Sevdi, yana qoidalarni buzyapsan. Shu qoidalaring bilan Mahmutimga emas, Mahmutimga kelding. O'sha Yasmining bilan baxtli yashasang bo'lmaydimi? Tayyor haqiqiy xotin. Soxtasini boshingga urasanmi? Yasmin shoh bilan tushgan rasmini ko'rib qopti. Agar hozir ajralsak, u hammasi o'yin bo'lganini bilib qoladi. Sevdi,
Soxta bo'lsa ham sevgimiz hurmati. Yana 2 kun ichida, iltimos. Tushunarli. Ana endi malikalardek hayoting tugadi Sevda.